Kim, tulki Sabah mi? erkenden gidiyorduk. Tilkiler diziliyor diyorlar. Bekliyordu bizi. Sonra oradan iniyorduk. Nasıl versen yedi mi? He. Video Tek tek olmazsa- tek tek veriyordu hepsini. Videosu vardı. Nima berardinglar Sosis. tulkilarga? Ha. Choy beraymi? Bolasi ham bormidi Yaxshi tulkini? edi. Hmm. Ayyorligi bilinadi ama. Ama çok tilki bir şey diyorlar ya. Uyanık, Aynen öyle. uyanık, uyanık. Karnı için her şey yapar ha. Senga qaramana qildim. Bakın bekliyor sabah. chiroyli Hepsi kuladi o. böyle diziliyor. Allah Allah. Kuladi odamga qarab. Men ham ko'rganman-da. Tirjayib turadi u, siz aldayotganda. Yomon tilki. Siz alda valda bonasiz yeb ketadi-da, qurib ketdi. Multfilmda ham shuni bilib qilgan. Aldaydi sizni. Bu narsa yeb Birazdan haber alıp geliyorum. Beraber gideriz isterseniz. Yakınsa gideriz. Ha motorla gidiyor. Ya bir araba bulur. Ayiq nechta ko'rding ayiq? Arabada. Qayga borasan? 5-6'da gördüm ya. Maşinada ko'rib ber. Anaqa Bahramjoyga telefon qilib beraymi? O'zini mashina Ha, topaman. chaqirgin. Sen mashina topgin, ishdan olib ketishsin. Yurgizma. O'zimizga bo'lganda yaxshi bo'lardi, Nigora. Qilib ketsin, ham Mirjalolga yuklab turdi. Mayli, bugun borishimiz shart emas. Yo'q, boramiz. Ha, bilet olishimiz kerak. Biz uchalamiz, bular ikkalaligi o'zligi yurishadi. Ha, o'zimiz yurib boraveramiz. Ha. Biz yurib ketaveramiz, bularga aytyapman. Biz- Ostanovkagacha o'zimiz yurib Babamla boramiz. gezeriz. Keyin yo'lga Damas'ga Değil mi chiqamiz. baba? Aytamiz. İşlerini yapsın. Biz Sizlar qayerqa borasizlar? Maşinadan hava alıp geliriz. Ha. Uzoqmi, yaqinmi? Qishloqdan chiqishda. 10 kilometre. Ha. Yok ya bir 2 kilometre. Ha, yürür mü o kadar ya? 2 kilometre. Yüremezsiniz ya. Haligi 2 kilometre Dilbar, ne demek? haligi Yok. O Chorsudan dünya yerden yürür. Gangagacha bordi-yu, Karobkadagi. yana qaytib keldi. Mayli o qachon borib O kelamiz. zaman uzak. Mana Ya, yurib bordi. arkadaşlar var, arada çağırırız. Uni ham beraman. Chorsu Olmasa motorla gideriz baba. Motorla gideriz. Motorla gideriz. Olmasa motor var. Motor varsa motora biner gideriz ne var? Mashinaga qolamiz. Kichkinasidan olganimizda ozman Nigorani mindirib ketardi. Olmadı ya şunu. Ha, zo'r narsa ekan lekin. Skuter. Kichkinasi bor ekanda. 3 kişilik. Ayollanki. Arkada 2 kişi oturuyor. Siz mi gideceksiniz? Ya burada araba az baba. Gezersiniz. Böyle bu yoqda skuterda yuradiganlar bormi Samarqandda? Yo'q. Qilib yot. Men ko'rmadim. Xotinlar meni yurib. Ha. Ayollar. Qo'yamiz, ko'zingiz tushadi. Erkin Komilov ham qarib qolibdi. Shu qoldi xolos aktyorlardan, boshqa hammasi o'ldi. Ovozi yaxshi. Ovoz berishi. Ovozi yaxshi. Narigi Arslonov bordi-yu, kim? Qaysi? Arslonov. Adam Hali oldu. nima Arslonov bordi, shu odam ovozi zo'r edi. Ha, U ham o'ldi. şuraya kadar. Burada Covid'danmi? Ha, Covid'dan o'ldi. Burada yatak odası. Yargi chiroyli she'r aytadigan odam u ham o'ldi. Hozir biligimda shu Erkin Komilov bilan Tutu Yusupova. Tutu Yusupova ham o'lmadi. U bor. Keyin Ra'no Dokilova bilan birga o'ynaydigan bir xotin bor edi. O'ldi shekilli. Tutu Yusupova o'lmadi. O'lmadi, u rosa qaridi u. Ikkita kelinini o'g'li o'lgandan keyin ikkita kelini qoldi-ku. Ikkita kelinini turmushga berdi o'zi qizim deb. U ketmadi-da u qizlar. Kelinlar ketmadi, qaynonani ichida qoldi. Keyin bunday yashashinglar mumkin emas deb o'zi turmushga berib kuyov oldi. O'zining keliniga birov kuyov oldi-ya, Tutu Yusupova. Ko'rdingizmi? Ikkala o'g'li bo'lib o'ldi-da. Keyin ketmadi o qizlar. Onani tashlab ketmadi. Yaxshi sodiq ekanda. Keyin undan keyin bola katta bo'lishni boshladi, yosh edi-da kelinlar. Keyin Tutu Yusupova bunday yashashing to'g'ri emas deb kelinlarni erga berdi. Onlar ölüp ketken ekan Toki. Avariya bo'lib o'ldi-da, ikkita o'g'li. İnternette shuni o'qidim, rostmi yolg'onmi? Ammo rost bo'lsa kerak har qalay. Ana ularni gapiradi-yu. Benzin 45 bin aldım. 1000 lira.
Sizin 45 bin. Mahmut ko'ngil yemasala kerak. Hı. Dolar olarak ne kadar? Şu anda 1 milyon 200 bin son 100 dolar oluyor. 100 dolar. 1 milyon 200 1 bin. million 200 ming. Lekin kecha arzonroqga oldim Chorsuda. 1 million 180. Biza 1 Sen zor maydalatdın gördüğümü. 1 million 95 Dodduysan ming deb aytadi. 95 ke Hadi maydalat. maydalat. Kecha. Siz o'zingiz klientingizda Ana ko'r- nariroqqa borsak 95 deb. Aşık kız, aşık xotinni Baxtiyorga klinika berishim kerak ko'rdim. Tanısın başlasıp ketdi. Ne? Nasıl yaxshi xotin. Bir gaplashaman. Bakın. Onu 45 bin aldı. 45 milyon. 1000 dolar ne? 40 Anlamaydım. kaç dolar? Ama 45 Bir şey değil 45 bin hiçbir şey değil. şey olarak ne kadar olur? Lira olarak. Dolar olarak. Liram bu. Dolar olarak mı? Dolar olarak 3 dolar, 3,5 dolar. 45 bin. Kerem. 45 bin. Kızıl belge. Evet 3,5 dolar bu arada. 150 lira. Ha? 150 lira kaç kilosu? Yarım kilo. Ozgina 5 kilo hem 5 kilo İki kilocha kilo balgar alsan olsunda da 600 lira. yana Bir şey değil. Ben sizde 600 liraya 1 kilo verir mi? Yok ya. Ko'k balgar olayım qalinidan. 3 kilocha olsun. 2 kilo alsan 600 lira yapıyor Türk parasıyla. Anneannege koreyskiy karam bor ekan dedi. Undan ham olsin salat qilasan. Yarım kilo almışsın ne güzel. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben kokusunu çok Şeyden seviyorum. sormak lazım. Rusya böyle bal, Sholing degan uydagi yağ yog'li falan götürmek yasak qilib havalimanına. oling. Öyle mi? Qara kelsa. Bir sormak lazım havalimanından bir şey demezler mi? Bal için. So'raymiz dedi. Yo'q, nima deydi? Hech narsa demaydi. Bir jarimaga solgan biz akamni ko'zim dedi. Deli 5000 rubl to'ladi. Voy, valizni ichida hech narsa Valizni demaydi. Akam valiz ichida edi. Umuman mumkin emas deganda. Asallimi? Rossiyada, Rossiyada bilmayman Turkiyaga. Mana bizada ham go'sht ko'p mumkin emas deb aytyapti. Men necha kilo olib keldim? 4 kilomi 5 kilo bordi. Borgan sari nima yasaklar qo'yishyapti qanaqadir. Balni Hatto haromda. buyurib havalimanda yasab. Haligi o'tib ketayotganingizda Yani ovoladiku. gittiğimizde yasak. Bachuka tashlab. Jazo yozdilar biza. Rossiyada yozgan, O'zbekistonda tashladi. emas. Shuni Axir ichim olib Turkiyaga ketdi. kirishimiz Tashladi deyapman. Turkiyada hech Uğraşmaz. narsa emas. Turkiyada kimsa Qaraymiz ishlaydi emas uni sizdan balo. uzoq bo'lib ketganmizda. Hargiz qaytada bermayapti. Cho'ko kremimi? Ama Çok demez kremi bence. de, Valla içim demez. açıp Emas, ya. shuni ichimni Lekin men olib keldim-u, meniki plastmassiy sinab ko'ray dedimda, ikkita shisha oldim-da. uchun olib olgan ekan biznikini. Men Demak asalni plastmassiyaga plastmassaga o'tib ketadi. Chunki Baxtiyorga men adnorazliga solib, ko'chlab, sochiq O'sha qo'yib. ev oldi-da. chunki boru shisha bo'lsa sinsa kimnidir chizishingiz mumkinmi, o'shaning uchunmi qo'rqishadi-da. To'g'ri. Plastik şey koymak lazım. Ha. Ya olur öyle koyun. Allah Allah. Plastikda sotadi. Chunki yani cho'ko kremni o'tgan gal sizlarnikini tashlab yubordim. Men çok atiydan olmadığı için bittasini yani valizga bidonlardan qo'ydim. bir şey Bittasini demezler qo'lingizga ama oling. Ha, bilmiyorum, qani? bilmiyorum. Ha, shuni qani dedim, Ama o'tamiga isterim o'zim yani. sinab ko'ray dedimda. İsterim. Buni indamadimi? Yo'q, qo'ldagisiga ham Demak, indamadi, bizniki butilka shishaga. bo'lganda. Shisha. Rosa ichingachida qaytib Ben boraverdi. annemi götürürüm. Bermayman dedi. Sizdan necha qancha ichkari kirib ketdik-da biz. Ya, Rosa çok samarqandga değişik. Mana bu Siz yoqdan istersen so'radim, kirib seçebilirsiniz. Çok olaysam, değişik ballar var. qimmatga olganman desam, yo'q dedi. Ama Mumkin söyler emas orada o'sha kadar. dedi. Yani Ularni hech ichishi ham bo'lmasa mumkin emas. chiniy Mani kirishim ham mumkin emas. To'siqlardan. O'sha to'siq bo'lganligi uchun ham o'tkazmas ekan. Cham balı. O'tgan odam kameradan Bana o'tadi. bakarsınız. Aytdi buni. Hmm. 3 marta qaytding. Bu o'sha siz telefon qilib qayt deganingizdagisi 3-chi qaytishingizda. Bermadi. Aslında tereyağımız güzel ama bal yok. Yana nima bor edi? O'shayda. Hiç iyi değil valla. Evet biliyorum hiç iyi Bizni değil. sumalagimiz Tatlı yok. o'tib Böyle bakarsanız. Voy, o'sha sumalaga Süt rosa bakıyor. ashib ketdim-da. Sumalagimda ham supermarketlarda turibdi idishlar. Oldimmi? O'sha shishayu uni plastmassaga ag'darishim kerak ekan. Oldu tortboy. Gangan pirojnisi yoqdimi? Achindi bu ya. Yoqdimi? Yoqdimi? Ganganiki? Yoqdi. Zo'r ekan yigit. Ha, yedim, zo'r. Yeyishlik ekan. Haligi ko'ngil ko'rmas ekan. Mana bu kremi ko'ngil ko'radi-yu tezda, unaqa emas ekan. Anu, sichi молоко bu?
Bu pirojnisi. Uncha ko'ngil ko'rmas ekan.